Nima haydayapsiz hozir hoji aka? Spark. Mana X7 ga nima deysiz? Sparkdan keyin. Zo'r-ku. 3 qatorli mashina. Vobshe yumshoq. Sparkingiz nechinchi yil? 2020. Ha bu 24-yil oxirida chiqqan aka. Allohga olsin. Bir pasda Sparkingizda mana shu darajaga chiqib qoling. O'zingiz bilmay qoling aka. 2024 oxirida chiqqan. Atigi 27 000 probeg, qop-qora. Bu bilasiz X7 3 litr twin turbo motor bo'lgani bilan benzin rasxodi deyarli Sparkdagi. 10 ta, ba'zida 8 ta, 12 tagacha benzin rasxod qiladi. Spark ham 10 ta chiqib qo'yadi. Ha, yashang. Zo'r, Nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'ying. Harman Kardon akustika sistema, oddiy akustika emas. Head-up display bor. Ya'ni laboyda hamma narsani, datchiklarni, yo'l znaklargacha ko'rsatib ketadi. Mana buni ham podveska. Yomon yo'llarda ko'tarib olasiz, tako tez yurmoqchi bo'lsangiz o'zi tushib oladi. Polniy panoramasi ham bor. Haqiqiy dup yog'och fonda tanladi. Ham komfort, ham status, ham xullas nazar qiriladigan. 22 razmer diska. Sparkda necha razmer? 10 ta. Nech bildi bo'ylaysiz aka, mana taxmin qilib ko'ring. 130 ming atrofida bo'lsa kerak. Lekin to'g'ri, 130 minglar ham sotiladi 2024-25 lar. Ha buni srochniga jigar 110 mingga bosvarsiz bo'ladi. Hamma Spark haydaydigan jigarlaringizga tarqatib qo'ying. Ularga ham hammaga nasib qilsin. Mana yaqindagina Sparkda yuruvdim-ku. Nimaga unaqa arzon beryapti? Yo'q ketganmi desangiz, yo'q. Rasmida ham ko'rasiz. Mana shu oldida kichkina mana shu joyimi kirib qo'ygan joy bo'lgan ekan, oldidan nomiga urilgan ekan. Video rasmini ham ko'rasiz. O'sha yerga oldiga kichkina petno bo'lgan joy bor ekan. Tekshirtirib olasiz o'zingizcha.